guys? Sizlar bilan o'sha. Yo, what's up guys? Sizlar bilan o'sha bugungi video roligimizda umuman invertorsiz o'ynamaymiz. Attiga invertorda bittagina joy bo'ladi. Bu biz uchun aniq qiyin bo'lishi. Aniq shuning uchun nimalar deyapman. Plus kanalga obuna bo'lib, like bosib biz esa qiyin challenge'imizni ham boshlab olamiz. Okey, bola, biz qanaqadir o'rmonzorda paydo bo'ldik va tagimizda butun boshlayapti. U yerda ko'mir, lekin bolalar bitta invertor anaqa bormi nima? Jeleza bormi? Jeleza bo'lsa, ko'rib ket, ayta jeleza bor ekan. Demak, bu yerda bemalol kuchaysak bo'la beradi. Bu yerda men qanday chiqaman? Yo, mayli, IQ'm balandda bo'ladi. Ana endi kushayish maqsadida sekin-astalik bilan daraxtlarni chopib olamiz. Unda let's go. Zatiga bittagina invertor bo'lsa, bu invertor bilan qanday tosh qo'yamiz? Agar hozir men versiyaga yetsam, invertorda boshqa joy bo'lsa, men uni qanday qo'yaman? Mayli, hozir shuni yasab ko'raveraychi. Hop, yasadim va taxta tushib ketdi. Mayli, buni bu yoqqa qo'yib tursam, yana menda oshiqcha invertor bo'ladi. Lekin biz qandaydir qilib kirib yasash kerak. Va men bunday qilsak, taxta tushib qoladi, to'g'rimi? Xullas, varhoyt kirkani ham yasadim bir balo qilib. Endi mana u taxta bilan palkalamashda 1 sekund turib tursam, ungacha tosh qo'ylayman. Lekin toshni qanday olaman? Menda bitta fikr bor. Biz ko'pgina tosh qo'yamiz, lekin ular yerda turadi. Men kirkani tashlab yuboraman yerga, keyin ham toshni hammasini birdaniga olaman bolalar. Menimcha shu taktikaga amal qilsak, bemalol toshlarni olaveramiz. Stop, menga ham kirka ham qilich va topor kerak bo'ladi. Endi men nima qilaman? O'zimga chiqish yo'li ham yasab qo'ydim. Chunki menda tosh yo'q. Ya'ni invertorim kam, shuning uchun sirasi chiqib ketish uchun men tezroq boya qilib qo'ydim. Biz yetarlicha tosh ko'lamadik. Bunaqa toshlar menga aniq yetmaydi. Yo, aslida men ko'p narsa yasamayman. Bunaqa toshlar menga aniq yetishi kerak. Shuning uchun bu kirkani qayoqqadir tashlab turamiz. Misol uchun liboy bitaman yerga. So, men bu yoqqa chiqsam loyda olaman-ku. Mayli, bir bola qilib eplaymiz. Hamma loyda olaman. Hamma loyda olgandan keyin tashqariga chiqib tashlab kelaman. Joyi. Hop, buni tashlaymiz. Va yana o'sha konga qaytamiz. Tiqilib qoldimmi? Mayli. Hoppa, endi hamma toshlarni olamiz. Rejam aniq ideal chiqibdi bolalar. Video yoqayotgan bo'lsa albatta like bosib, buni ham bo'yish esdan chiqmasin. Bu nima? Bambukmi? Men bambuk qatdan kelib qoldi bu yoqqa. Ammo axir junglidaman-ku, esimda ham yo'q. Hop, mayli, endi biz qandaydir qilib palka shu yerda turibdi, yaxshi. Men bunday qilaman. Yo'q, taxta kerak emas bizga. Hop, palka. Yo'q, taxta ham kerak emas sirazi. Okey, let's go bolalar. Biz bir bola qilib nima toshli kirka yasadik. Endi biz nima yasaymiz? Biz endi jelezniy kirka yasash kerak. Plus bugungi maqsadimiz temir kirka qilish edi, lekin aslida olmos kirka qilishimiz kerak edi. Lekin buni qilish qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun bizning maqsad endi temir kirka qilish. Unda biz stop. Tibo. Kechqurun tushyapti bolalar. Bu degani men kirkada jang qilaman moblar bilan. Kommentariyaga cheater deb yozish shart emas bolalar. Buning uchun ming bor uzr so'rayman bolalar. Mayli, odam endi orada cheaterlashib turish kerak, bo'lmasa hayotda erkinlik bo'ladi. Men qandaydir qilib sandiq yasamasam, bu narsalarim hammasi qayergadir uchib ketadi. Shuning uchun taxtam yetadimi? Yo'q, taxtam balon ham yetmaydi. Kommentariyaga xohlagan narsangizni yozib qoldiring. Stop, sizga Barsa realmi? Shuni ham yozib qoldiring. Agar Barsa bo'lsa, sizlarning kommentariyaringizga like bosaman. Agar real bo'lsa, sizlarni nima kommentariyalaringizga advat qaytaraman. Shuning uchun hozirroq kommentariyaga nimadir yozib qoldiring. Hop, kirkani tashlab turamiz va taxtani olamiz. Let's go, ketdik bazamizga. Hop, kirka mana bu yer. Mayli, har bitta taxta o'zimizga kerak bo'ladi, lekin men qo'yib yubordim. Endi men bulardan daraxt yasayman. Ya'ni daraxtdan taxta yasaymiz, adashib ketdim. Va bitta sandiq yasayman. Yo'q, buni tashlab turaman, bitta sandiq yasaymiz. Va bu sandiqni mana bu yerga qo'yamiz.
Endi va nihoyat resurslarni sandiqqa solsak bo'ladi. Endi bu bizga ancha qulaylik tug'diradi bolalar. Hop, qani mani kirkam, mana mani kirkam ajoyib. Bu kirka menga anchagina ishlab beradi hali kelajakda. Endi bu yerdan haligi temirni o'qtarishimiz kerak bo'ladi. Endi bu temir qayerda qo'yib ketdi? Xudo biladi. Hop, ana yerda temir bor ekan. Sal pastroq ekanki, ana shu yerga tushaveramiz. Shunaqa kontent yo'qyaptim bo'ldi. Agar shunaqa kontent videolarimiz, challenge videolar sizlar qoldi olishimga. Xulosa shunaqa videolar yo'qotgan bo'lsa, kommentariyaga plus qoldiring. Va men конечно shunaqa zo'r videolardan chiqarib turaman. Les sal qolsa tushib ketardi, mayli. Biz hamma jelezalarni olamiz va mana tosh kirgan tashlab olib, shunchaki jelezani o'zini olib chiqamiz tepaga. Bizga tosh ham kerak bo'ladi bularni uchun. Men bu temirni eritib kirka yasaganimdan keyin sizlarga ko'rsataman. Ajoyib, tepadan qulab tushdim shunchaki. Endi bu yerda men qanday meni miyam juda ham ajoyib ishlaydi deyishim shart emas. Buni liboyadan shunday qilgan bo'lardi. Lekin bu juda ham qiyin. Mayli tepaga sekin-astalik bilan chiqib olamiz. Suv yo'q. Bolalar, bu yerdan nega chiqib bo'lmaydi? Suv eti yarmi oqib qolmagan, chunki suv tepagacha yo'q, meni blogim yo'q. Men qo'lda sindirib chiqa olmayman, shuning uchun baryerni ishlatib turibman. Buning uchun albatta ming bor uzr bolalar. Boshqa unaqa qaytarilmaydi bolalar, endi bir bor qoldi, endi boshqa bo'lmaydi endi. Mayli. Shuncha qilgan mehnatim. Shuncha mehnat qildim yo'q. Yana o'sha boshidagi joyiga kelib qoldim. Mana Creeper, sen ham meni o'ldirishga kelyapsanmi? O'zi hamma narsadan to'yib ketdim. Mayli, meni o'ldira qol. Xulosa shu joyda video tugaydi. Barchaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Agar bir balo qilib xulosa 50 tadan oshiqlar yig'ib bersalar, balkim ikkinchi qismini ham chiqarib qolishim mumkin.